Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilariga. Hozir ishda o'tirib zerigib, bugun ishim kamroq bo'ldi. Ah, Yangi texnikalar kelgan, o'shani bir obzor ko'rsatib bermoqchiman. Obzorcha qilib. Mana texnika Stabiliyor yangi kelgan bular. Skalatda ishlaydi bu texnikalar. Mana Rossiyada X5 Peterochka Magnet Dixis sklatlarida ishlaydi. Ko'pchilik bilishadi buni. Bilmaganlar bo'lsa, bu juda ham Stabiliyor ishi juda ham yengil ish hisoblanadi. Hech qanaqa og'ir yuk ko'tarmasdan, u yoqqa bu yoqqa yurmasdan bitta joyda o'tirib bemalol ishlashingiz mumkin va yaxshi pul topsa bo'ladi. Mana shu texnikani bitta obzorcha qilib ko'rsatib bermoqchiman hozir. Xo'sh, rolidan boshlasak. Roli juda ham mягкий, bu hali paka sal qattiqroq, yangi bo'lgani uchun. Bir ikki yurgandan keyin ancha bo'shab ketadi. Bu yangi model ETV MB 216 degan modeli. Zamorozkaga kirib ishlasa ham bo'ladi. Mana bu qor parchani belgisi bor. Bu pastda birinchidagi bu massa, o'rtadagi tormoz, keyingisi bu gaz pedallari. O'tirib olsak, buni bolalar o'zlari o'rnatib qo'yishgan. Mana bu yerda zadniy vid oynalari. Bu yerda signal chiroqlari ogohlantiruvchi. Va bu yerga hali yangiligi uchun yo'q, kompyuter o'rnatiladi tepadan, kompyuter va klaviatura o'rnatiladi, keyin skaner o'rnatib turib, o'shanda ishlash mumkin bo'ladi bemalol. Bu qo'shib o'chirish knopkalari. Unkenrich germanskiy model. Babovoy. Bu juda ham qulay ishlab chiqilgan. Mana bu villani ko'tarishga xizmat qiladi joystiklari. Villani ko'tarib chiqishga birinchisi, ikkinchisi o'sha machtani bu yoqqa bu yoqqa olib borib olib keladi. O'sha paddon olish paytida bu villani uchini tepaga, pastga ko'tarib tushiradi. Ish paytida kerak bo'ladi bu ham. No, asob unchalik kerak bo'lmaydi bu knopka. Asosiy mana shu ikkitasi. Va mana bu oldiga va orqaga harakatlantiradi. Bu tarafga ketayotgan paytingiz mana buni bitta bossa, bu yoqqa qarab harakatlanadi. Bu 360 gradus buriladi roli. 360. Yana nima? Bu signal bu yerda, bu villani o'sha o'ngga chapga harakatlantiradi. Polni mastada ishlaydi. Yangi model telefon qo'yadigan joylari ham bor. Bu yerga propiskani qo'shib tekkizib turib qo'shiladi. Propiskani tekkizgan holatda. Mana bunaqa putuvoy listlar olinadi har kuni ish boshlashdan oldin. Qisqacha obzor bo'ldi deb o'ylayman. Kim qiziqqan bo'lsa, qiziqqanlarga. Juda ham yengil ish, asosan yengil ish qidirganlarga, og'ir yuk ko'tarmayman, stroyga, qurilishlarda ishlamayman deganlar uchun. Lekin bunga prava olish kerak. Prava olinadi. Shunaqa. Bu ham yangi. Tepada migalka chiroqlari bor. O'rtaga o'rnatilib turibdi, oldingilarida chetda bo'lardi, eski modellarida. Mana shu ish qidirganlarga, yengil ish qidirganlarga tashlab qo'yamiz. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariya. Agar qiziq bo'lsa, keyingi videolarda haydab ham ish jarayonlarini ham ko'rsatib berishim mumkin. Aytgancha mana akkumulyator nimasi qolibdi. Akkumulyator qismi bu sug'urib ulanadi, soedinение bo'ladi. Akkumulyatori
bir smenaga yetadi. 12 soat, 13 soat ishlashga yetib beradi bu. 1 tonna vazn, akkumulyatorning vazni 1 tonna. İşte bu yuk ko'tarishga keladigan bo'lsak, bu 1 tonna, 1,5 tonna yukni bemalol ko'taradi. Tepaga, pastga. Shu qisqacha